maktab davrimda Yushka degan bir asar o'qiganman va menga ajoyib bir hayotiy taassurot qoldirgan. Asar qahramoni Yushka juda ham bir oddiy inson bo'ladi, doim bir xil kiyimda yuradi, qaysidir ma'noda kambag'al ham bo'ladi va buni ustidan hamma kuladi uni ustidan. Hech kim uni o'ziga qo'shmaydi. U odamlarni uyga borib, masalan, uyini tozalab berib, odamlarning mehnatini qilib yashasada, hamma baribir uni faqat oyoq osti qilib yashaydi. Vaqti keladi, u olamdan o'tadi. Qizig'i jihati, u tiriklik payti doim qayergadir vaqt-vaqtdan borib kelib yurgan bo'ladi. Va olamdan o'tgandan keyin ozgina vaqt o'tib uni bir qiz qidirib keladi, yoshroq. Odamlarga shuni aytadiki, u yetim qiz bo'lgan va yoshligidan Yushka uni topib olib, uni o'qitib, hattoki vrach bo'lishiga yordam berib, butun bir pulini topgan pulni o'sha qizga sarflagan bo'ladi. Menga bu asar shunaqa ta'sir qilganki, ya'ni bizni shart emas kiyinishimiz, nima deydi, boy ko'rinishimiz, asosiysi yaxshilik qilishimiz. Albatta, Alloh bandasini yaratdi va yerdagi boshqa narsalarni bandasi uchun, bandasini maza qilib yashash uchun yaratdi. Lekin hamma narsada me'yor bo'lishi kerak. Masalan, o'zimiz ham bilamiz, Ramazon oyida yegan taomimizdan boshqa hamma narsada savol-javob bor. Shuning uchun 200 mingga ham kiyinasiz, 2 millionga ham kiyinasiz-da, o'sha 200 mingga kiyinib qolganini farzandiga qishga oyoq kiyim olib berolmayotgan biror bir bevaga bersangiz, qanaqa rohat? Bilmadim. Kiyim haqidagi dunyoqarashimizni menimcha allaqachon o'zgartirishimiz kerak. Kiyim bilan biz bir narsaga erishib qolmaymiz, lekin amallarimiz bilan inshaalloh erishamiz.